Bismillah. Bismillah har bir ishning muqaddimasi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Saodat asri kitobini o'qib, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayoti sirlarini o'rganamiz. Video boshida kanalga obuna bo'lishni unutmang. Muallif Ahmad Lutfiya Qozonchi. Saodat asri 3-kitob 30-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Yahudiylar tuzog'i. Endi Bani Nazir yahudiylarning paytavasiga qut tushgan. Yuraklari g'ulg'uladan taka-puka edi. Ibn Sariya ko'plarni ichini kemirayotgan andishani tilga keltirdi. Bu yerdan u tasodifan ketib qolgani yo'q. Albatta xabardor qilingan bo'lishi kerak. Shubhasiz shunday. Endi bu yog'iga nima qilish haqida bosh qotiraylik. Mendan so'rasalaring hozirdan sezib turibman. Ashqol-dashqollaringizni yig'ishtirib yurtingizdan quvilasizlar. Kuchingiz yetsa o'zlaringizni himoya qilinglar. Lekin qutulishning eng maqbul bo'lgan bitta yo'li bor. Qanday yo'l ekan u? Uning dinini qabul qilib vatanda qolish. Bu yo'l Muso payg'ambarni ham mamnun etadigan, uni rizosiga sabab bo'ladigan eng to'g'ri yo'ldir. Biz bunday qila olmaymiz. Hozirgacha qayerda eding? Bu aqlingni o'zingga saqlab qo'y, ey Ibn Suriya. Ibn Suriya bu e'tirozlarga qoniqarli javob berishdan ojiz edi. Men bilganimni aytdim xolos. Sen o'sha bilganingni ham ichingda saqla, tushundingmi? Ertasi Bani Nazirga kelgan Muhammad ibn Maslama uni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuborganini aytib, payg'ambarni hayotiga qasd qilganlarning jazosi sifatida 10 kun ichida yurtlarini tashlab chiqib ketishlari kerakligini ma'lum qildi va so'zini shunday tugatdi: istagan har narsangizni olib ketishingiz mumkin, lekin 10 kundan keyin bu yerda qolgan biron kishi qo'lga tushadigan bo'lsa, boshidan judo qilinadi. Bu xabar Bani Nazir yahudiylarini dahshatga soldi. Qovoqlar osilib, ko'zlarida yosh aylandi. Gunohkor boshlar egildi. Qasd qilganlar past bo'lgan edi. Bir joyga to'planib vaziyatni muhokama qila boshlashdi. Yolg'iz o'zlari musulmonlarga bas kela olmasliklarini bilishardi. Oldinlari bir-birlariga dushman bo'lgan Avs va Hajras qabilalari esa Makkadan kelgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sa'y-harakati bilan birlashib qon-qondoshga aylangan. Qolaversa endi ularning safiga makkalik muhojirlar ham kelib qo'shilgan. Xullas, Madina musulmonlariga qarshilik ko'rsatish aqlsizlikdan boshqa narsa emasligini yahudiylar bilar edi. Yig'ilish ko'pga cho'zilmadi. Qanday qarorga kelishgani ularning burishgan yuzlaridan shundoq ko'rinib turardi. Ko'p o'tmay, ko'chada o'ynab yurgan bolalarning bir-birlariga yurtimizni tashlab ketar ekanmiz degan gaplari quloqqa chalinib qoldi. Ketishga tayyorgarlik boshlandi. Olib ketiladigan narsalarning hisoblashga kirishildi. Odamlarning ruhi cho'kib, ko'ngli sinib, bir qovog'idan qor yog'ib, dardini aytsa birovni boshlariga bu kunni solganlarga la'nat o'qirdi. Ba'zilar Madinalik payg'ambarni ayblasa, boshqalar Huay ibn Ahtob bilan sheriklarini aybdor deb bilar edi. Safar tadorligi bilan ovora bo'lgan Nazir yahudiylari shu paytda Madinada o'tkazilayotgan bir yig'ilishdan xabarsiz edilar. Majlisda chordona qurib o'tirib olgan Ibn Salul odamlarini vatanlaridan haydash noto'g'ri ekanligi haqida og'iz to'ldirib va'z o'qir edi. Malak xabar bergan emish. Ular hayotingga qasd qilmoqchi bo'ldilar degan emish. Kim ko'ribdi uni? Ibn Salul pisanda qilib o'ldirar, o'zini bechoralarni himoyachisi qilib ko'rsatar edi. Mendan so'rasalaringiz bu bechoralarga yordam beraylik deyman. Ularga xabar yuboringlar, yurtlarida qolaversin, kerak bo'lsa biz yordam beramiz. Qurayza va G'atafon yahudiylari ham ko'maklashishadi. Shunda biz uni o'zini qo'rqitgan hamda bechoralar yurtlarini tashlab ketishga yo'l qo'ymagan bo'lamiz. Bu gap Ibn Salulni o'rab o'tirgan munofiqlarga ham ma'qul tushdi. Oqshom tushishi bilan tuyali bir kishi Bani Nazir qabilasi tomonga yo'l oldi. Unga Madinada munofiqlar ma'qullangan xabarni yetkazish vazifasi topshirilgan edi. Xabarchi Bani Nazir aholisini jasoratli bo'lishga va madinalikdan qo'rqmaslikka chaqirishi, ularga dalda berish kerak edi. Huyay ibn Ahtob Yasriblik do'stini uyida mehmon qildi. Ibn Saluldan kelgan xabarni xursand bo'lib eshitdi. Ichiga yorug'lik kirdi. Madomiki bunday kunda yordamga keladigan do'stlarimiz bor ekan, biz hech qayerga ketmaymiz. Shu yerda qolamiz. Otalarimizdan yodgor bo'lgan tuproqni tark etish niyatida emasmiz, dedi u.
Huyay mehmonni kuzatib turib, Ibn Salulga salom yetkazishni tayinlagach uyiga kirdi. Haqiqat bor ekan-ku, dedi o'ziga o'zi va chuqur nafas olib. Ertasiga xalq orasida ketmas ekanmiz, yurtimizda qolar ekanmiz degan gap yashin tezligida tarqaldi. Yosh qari hammaning ustidan tog' ag'darilganday bo'ldi. Hamma xursand, ayniqsa bolalarning quvonchi cheksiz edi. Keyin Madinaga bir odam yuborildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kirgan xabarchi, biz yurtimizni tashlab ketmaymiz, hech qayerga ketishni istamaymiz dedi. Buni eshitib Rasul akram sallallohu alayhi vasallam qo'shin to'plashga amr qildilar. Darhol saf tortgan qo'shini Robbil avval oyida Bani Nazir qabilasiga qarab yurish qildi. 2 soatda Nazir qabilasiga yetildi. Uzoqdan bir qo'shin kelayotganini ko'rgan yahudiylar tezda qal'a ichiga kirib darvozalariga qulf osishdi. Qal'a qurshovga olindi. Endi qal'aga kirish chiqish imkoni qolmagan edi. Yahudiylarga taslim bo'lish taklifini qilingandi. Ammo ular bu taklifni rad etishdi. Ular qal'alariga haddan tashqari ishonishar edi. Madinaliklar tugul hech qanday dushman bu qal'ani oshib o'tolmaydi deb o'ylashardi. Qolaversa, Bani Nazir qabilasi Ibn Saluldan va boshqa yahudiylardan keladigan yordamidan ham umidvor edi. O'shanda qal'adan chiqib jang qilishadi, musulmonlarni ta'zirini berib qo'yishadi. Kech kirdi. Qal'a ichida yahudiylar o'zaro majlis boshlashdi. So'z olganlar bir-birlariga dalda berib ertasiga keladigan yordam haqida ishonch hosil qilib og'iz ko'pirtirib gapirishardi. Ularning fikricha musulmonlar Madinadan yetib kelibdimi, demak Ibn Salul ham tez orada kelishi kerak. Ertasiga Madina yo'liga umidvor tikilgan ko'zlar yerdan chang ko'tarilishini kuta boshlashdi. Vaqt juda sekin o'tayotgandek tuyulardi. Ammo hech kimning qorasi ko'rinmadi. Yerdan chang ko'tarilmas edi. Asr vaqti o'tib, quyosh nuri so'na boshlashi bilan umidlar ham so'na boshlashdi. Kechagi yig'ilish umidsiz ma'ruzalar bilan davom etdi. Voy bir-ikki yo'talib gap boshladi. Onadan tug'ilgandan beri bunday ahvolga tushmagan bo'lsak kerak. Bu musibat boshimizdan ketadimi yoki bizni ular mahv etadimi bilmayman. Madinalik do'stlarimiz yordamga kelishsa, bu balodan qutulamiz, ammo yordamga kelishmasa-chi? Unda Huyay so'zini davom ettira olmadi. Bir oz kutdi. U yoq bu yoqqa ko'z tashlab sukutga cho'mdi. Keyin chuqur nafas olib, "Xo'sh, endi qani do'stlar, aytinglar-chi, unda nima qilamiz?" Hamma jim edi. Shu alfozda qancha vaqt o'tirganini hech kimga ma'lum emas. Bir payt kimdir ovoz chiqardi. "Kutamiz." Zero kutishdan boshqa ilojlari ham yo'q edi. Qamalning 2 va 3 kuni ham o'tdi. Ammo na Madinadan va na boshqa yahudiylardan sado chiqdi. Umidlaridan asar qolmadi. Keyin yuraklarini qo'rquv hissi chulg'ab oldi. Hamma dir-dir titrar, tillari bir so'zga aylanmas edi. Shu kungacha jonlarini himoya qilishga qattiq ishongan qal'a devorlari endi ko'zlari o'ngida salobatini yo'qotgan, qalblaridagi jasorat tuyg'usi ham so'nib bitgan edi. Go'yo musulmonlar agar istasa qal'a devorlarini bemalol oshib ichkariga kira oladigandek tuyula boshladi ularga. Nima qilsak ekan, a? Bu savol hammaning yuragini o'rtayotgan, lekin hech kim qoniqarli javob ololmayotgan dardini ifodasi edi. Ko'chalarda jonli murdalar kabi izg'ib yurgan erkaklarni, ularga umidsizlarcha mo'ltiragan xotinlarni ko'rish mumkin edi. Nima uchun musulmonlar hamon hujum qilishmayotgani va nega qal'a devorlardan oshib o'tishmayotganini hech kim bilmasdi. Ilk 3 kundan keyin bir-biridan battar yana 3 kun o'tdi. Bu 3 kunni kechalari kunduzlaridan barbod, kunduzlari kechalaridan qorong'u edi. Hayronarli ekanlari cho'qqiga yetgan bir onda ko'zlari birdan qo'rquvdan ochilibdi. Qalblariga bo'lakcha bir og'riq kirdi. Musulmonlar qo'llarida bolta bilan qal'a atrofidagi xurmo daraxtlarini kesar, tashlab ketilgan uylarni buzar edilar. Chiqib to'sqinlik qilishga kimsada hol yo'q edi. Qal'a devorlariga chiqishdi. "Yo Muhammad, buzg'unchilikni taqiqlagan va qoralagan o'zing emasmi? Daraxtlarni kesib, uylarni buzishing nimasi?" deb baqirishdi. So'zlari javobsiz qoldi. Kesish davom etaverdi. Nihoyat yahudiylar bir joyga yig'ilishdi. Holatni rosa muhokama qilishdi. Ammo ichlarida qilichlarini olib bostirib boraylik, o'lsak erkakka xos tik o'laylik deydigan bir mard topilmadi. Go'yo
qalblarini yuqoridan bir qo'rquv hissi bosib turgandek edi. Axiyri sulh taklif qilaylik, shartlarini bajarishdan boshqa choramiz yo'q degan gap bilan masalaga nuqta qo'yildi. Takliflarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetkazishdi. Taklif qabul etilgach, ko'chishga tayyorgarlik ko'ra boshlashdi. Yengil yuklarni hammasini olib uzun bir karvon holda yo'lga chiqishdi. Xotinlar eng chiroyli kiyimlarni kiyib olgan, ba'zilari dovul chalib, ba'zilari qo'shiq aytib borishar edi. To'yga borayotgandek shod-xurram ko'rinishda harakat qilishardi. Shu holda Madinaga kirdilar. Madina bozoridan shod-xurram o'tdilar. Oldinga tushib olib o'ynab borayotgan semiz-semiz o'yinchi xotinlarni yuzlarida sevinch va shodlikni ko'rgan hech kim ularni yurtlarini tashlab ketishyapti deb o'ylamas edi. Xalq ularni bu aqlga sig'mas hollarini tomosha qilardi. Madina ko'chalari uzoq yillardan beri bu xil xurramlikka guvoh bo'lmagan. Nihoyat ular o'zlariga yordam berishni va'da qilib, so'zda turmagan munofiqlarni qalblarini ezuvchi qo'shiqlar ayta uzoqlashdilar. Saldan keyin ovozlari o'chdi. Yuzlarida namoyish etgan soxta sevinchlari bitdi. Qo'shiqlari to'xtadi. Ko'zlariga alamli yosh tomchilari qo'shilib keldi. Bo'g'izlaridan bog'langan yig'i tugunlari yechildi. Bir soat oldin xursandchilikdan o'ynagan insonlarni hozir yig'i ichida ko'rgan odam avvalgi sevinchlar haqiqiy odamimi yo endigi mahzunlik haqiqiymi ajrata olmasdi. Nazir yahudiylardan bo'shagan qal'aga kirganlar vayronaga aylangan uylarga duch kelishdi. Hammasi uyni buzgan, odam o'tirmaydigan holga keltirib ketishgan edi. Ammo Madina shu tariqa bir fasod uyasidan xalos bo'ldi. Do'stlardan ajralish alamini tuygan munofiqlar ularning orqasidan hasratla qarab qolishdi. Yordamga jur'at qilmaganlari uchun o'zlariga malomat yog'dirishdi. Musulmonlar esa bo'lib o'tgan ishlardan xursand edilar. Ayniqsa Bani Nazir masalasi bir kimsani burni qonamasdan hal qilingani quvonchli edi. Holbuki ular bunchalik osonlik bilan yurtlarini tashlab ketadilar deb birov o'ylamagan edi. Shu palla Rasul akram sallallohu alayhi vasallam janobimizdan vahiy holati ko'rildi. Ovozlar tindi. Hurmat va hayajon hislari to'la kutish boshlandi. Birozdan keyin janobimiz sallallohu alayhi vasallam Hashr surasini muborak oyatlarini o'qiy boshladi. Osmonlardagi va yerdagi bor narsa Allohga tasbih aytdi. U qudrat va hikmat sohibidir. U ahli kitobdan yahudiylardan kofir bo'lgan kishilarni birinchi to'plashdayoq o'z diyorlaridan haydab chiqargan zotdir. Ey mo'minlar, sizlar ularni chiqib ketishlarini o'ylagan ham emas edingiz. Ular ham o'zlarini qo'rg'on qal'asini Allohning azobidan to'sguvchi deb o'ylagan edilar. Bas Alloh ular hisobga olmagan tomondan keldi va dillariga qo'rqinch soldi. Ular o'z qo'llari va mo'minlarning qo'llari bilan buzurlar. Bas, ey aql egalari, ibrat olingiz. Agar Alloh ularga surgunni yozmaganida albatta ularni mana shu dunyoda qatl qilish yoki asirlik bilan azoblagan bo'lur edi. Ular uchun oxiratda do'zax azobi ham bordir. Bunga sabab ularning Alloh va uning payg'ambariga qarshi turganlaridir. Kimki Allohga qarshi tursa, bas albatta Allohning jazosi qattiqdir. Ey mo'minlar, sizlar Bani Nazir xurmozorlaridan biron xurmo daraxtini kesdinglarmi yoki uni o'z poyasida turgan holida qoldirdinglarmi? Bas Allohning izni irodasi bilan va u fosiq itoatsiz kimsalarni rasvo qilish uchun Alloh o'z payg'ambariga ulardan o'lja qilib bergan narsalarning ustiga sizlar ot tuyalarni o'rnatib choptirib borganlaringiz yo'q. Lekin Alloh o'z payg'ambarini o'zi xohlagan kimsalardan ustun qilib qo'yur. Alloh barcha narsaga qodirdir. Alloh qishloq shaharlarni aholisidan o'z payg'ambariga o'lja qilib bergan narsalar toki sizlardan boy badavlat kishilarning o'rtasidagina ayblanib yuraveradigan narsa bo'lib qolmasin uchun Allohniki, payg'ambarniki va qarindosh urug'lari, yetimlar, bechora miskinlar va o'lchovi musofirlarnikidir. Payg'ambar o'zi sizlarga ato etgan narsalarni olinglar. U zot sizlarni qaytargan narsalardan qaytinglar va Allohdan qo'rqinglar. Albatta Allohning jazosi qattiqdir.